Hammaga salom. Bu videoda bizning maqsadimiz Nezerga borish. Biz deyotganimning sababi bugun birinchi marta sherik bilan video chiqarishim. Keyingi 30 daqiqachada men va sherigim bo'lamiz. Bu esa sherigim Nur. Uning ismi Nur bo'ladi. Men esa Ninja Gaming. Nur, hamma bilan salomlashib qo'y. Salom hammaga, Ninja Gaming obunachilari. Men Ninja Gaming bilan birinchi marta videoga tushib beryapman. U esa meni videoga olyapti. Hozir o'zimizga kirka yesa olamiz. Ush mana kirka. Sen endi kirka yasayapsanmi? Men allaqachon kirka yasab bo'lgandim. Ha, men endi kirka yasayapman. O, toshga o'layapsanmi? Bizda biroz narsalar bor. Biz biroz avval vijivaniya qilib olgandik. Biroz daraxt chopib, qo'y o'ldirib Va endi toshga o'layapmiz. Ha, bizga anchagina tosh kerak bo'ladi va temir ham. Temir aslahalar bizga Nezerda yordam beradi. Biz axir Nezerda vijivaniya qilmaymiz-ku. U yerga shunchaki maqsadimiz Nezerga borish. Ha, to'g'ri, bizning maqsadimiz Nezerga borish. Daraxt ham chopib olindi. Endi esa konga tushib, temir kavlab olish kerak. Konga tushamiz, ehtiyot bo'lib. Muhimi bu yerda yiqilib ketmaslik kerak, bo'lmasam ko'p jon oladi. Sherigim tushib bo'ldi. Mana temir ham kavlayapmiz. Bunlarni ham olamiz. O, zombi. Bo'ldi, u bo'ldi. Qani, voy, meni urib yubording-ku, yaramas. Uzr, kechirasan, bilmay qolibman. Versakka kirmoqchi edim. Xo'sh, biz versakdan bu yerda divan yasaymiz va kech tushgani sababli uxlab tunni o'tkazib yuraveramiz. Voy. Yo'q, la'nati, meni zombi o'ldirdi. Yaramas zombi. Xafa bo'lma, zombidan sening qasosingni oldim va ovqat yeyishim kerak tezroq jonimni to'lish uchun. Narsalarimga tegsang o'ldiraman. Birorta narsamni olma. Mana hech narsangni olganim yo'q. Hamma narsangni o'zing olishing mumkin. Men esa uxlamoqchi edim. Sen ham kravat yasa tezroq uxlaymiz. Ikkalamiz teng uxlasak shundagina nima bo'ldi? Nur o'yindan chiqib ketdi. Qandaydir texnik nosozlik. Mayli. 2000 years later. Biz uyqudan turdik va kravatimizni sindiramiz va tepaga chiqamiz. Aytgancha do'stlar, sizlarga bir narsani aytish yodimdan ko'tarilibdi. Mening o'sha Nur sherigimning ham YouTube'da o'z kanali bor. U Minecraft yosh bo'lsa-da, ushbu ko'rib turgan kanalingizdir. Uning juda ham ko'p videolari va 12 dona obunachisi bor. Unga hozirda bizning yordamimiz juda ham kerak. Shuning uchun unga obuna bo'lib, videolarga like bosishingizni iltimos qilaman. Mana shortslar ham juda ham sifatli. Ularning barchasini o'zi yasagan. Agar unga obuna bo'lsangiz, uni ham, meni ham xursand qilgan bo'lardingiz. Mana shunday qo'ng'iroqchani ham hammasini bosib qo'ying, xuddi men kabi. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, oldindan rahmat. Mana biz tepaga ham chiqib oldik. Sherigim Nur ham o'yinga qaytib kirdi. Texnik nosozlik sabab bo'libdi o'yindan chiqib ketishiga. Va Nur o'yinga qaytib kirguncha yana qorong'u tushdi. Endi esa biz yana uxlaymiz. Qani Nur, uxla, yot. Mayli, biz ham uxlaymiz. Mana uyqudan turdik. Endi esa kravatlarni olib yo'lga tushamiz. Biz mana bu Nur bergan ikkita tilamchiga bergandek temirlarni olib lavali ko'l qidirishga ketdik. Lavali ko'lni o'zi ham 1000 yilda topib qolsak ham do'ppimizni osmonga otardik. Nur hayvonlarni o'ldirib ketyapti. Pishirib olyapman men esa ularning go'shtini. Va lavali ko'l shu atroflarda chiqib qolarmikin? Umid qilamizki, sizni zeriktirib qo'ymay tezroqda lavali ko'lni topishga harakat qilamiz. Nur esa nimadir qilyapti. Men ham o'zimga nimadir bronyamni yasab olishim kerak yoki paqir. U ham paqir yasabdi. Unda yana texnik nosozlikmi? U o'ziga qalqon yasabdi. Endi men kondaligimizda yasaganman. Va yana bundan tashqari mana bu yerda ko'rib turganingizdek, menda kondan qazilgan xom oltin bor. Va endi lavali ko'l qidirishda davom etamiz. Juda ham uzoq safar kutmoqda bizni. Molni o'ldiramiz.
Nima, lavali ko'l, urra! Biz lavali ko'lni juda ham erta topdik. Ha, lavali ko'l topganimiz yaxshi bo'ldi. Uzoqqa borib qidirib o'tirmaymiz. Yaxshiyam mana shu yer yaqinda, spawnni yaqinda bor ekan. Lavani olay. Men esa portal qurilish ishlarini allaqachon boshlab yuborganman va sherigimiz Nur portalni yoqadi. U hozirda ovqat to'playapti. Lava orqali pishirilgan ovqat to'plasa bo'ladi. Agar bilgan bo'lsangiz, kommentlarda yozib qoldiring. Va davom etamiz. Va portal qurildi. Mana endi bemalol Nezerga borsak bo'ladi. Men allaqachon ovqat to'plab qo'yganman. Faqat undan avval o'zimizga temir aslahalar qurib olishimiz kerak, ya'ni yasab. Uning uchun bizga crafting table kerak bo'ladi. Uni qo'yamiz va o'zimiz uchun temir aslahalarni yasashimiz kerak. Do'stlar, menda yomon xabar bor. Mana bu yaramas cho'chqa portaldan chiqib keldi va meni o'ldirmoqchi shekilli. Voy, boshqa tarafga ketyapti. U bu yerga qanday qilib kelib qoldikina, qiziq. Menda hozir ovqat yeb olishimiz kerak va portalga kiramiz. Hayajonli daqiqalar, bizning challengeimiz bajarilmoqda. Nahotki biz challenge-ni uddalagan bo'lsak. Urra, biz portaldan o'tdik. Challenge ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz va like bosing. O'y, lavani oldin spam bo'ldik. Xullas, biz bu challenge-ni bajardik. Agar bajarilganimizni ko'rsangiz, like bosing va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling.